bossiz ko'zga qaramaysizmi? Nomeringizni bering. Ey, men Qoraqalpoq qiziman. Ko'ringan odam qani? Nomerim beradi deb o'ylaysanmi? Bizlarda shaxs ko'rsa sumirib yurmay olib qochadi, ketadi. Sumirib yurmaydi. Тоже мне. O'g'irladingmi? Menga mana shu qiz hech kim yoqib qoldi. O'g'irlaymiz. Qamalib ketasan, ey! Voy. Meni ham o'g'irlashsa zo'r bo'lardi-da. Buni nimaga bunaqa bosib ketyapsan? Odam o'g'irlayapmiz-ku. Odam bu kak zaks urf odat bo'lsa kerak, yur. Mana keldik. Nima deysan oyingga? Tavakkal. Tushing suluv. Ching. Mana shu bizni qani yuring. To'xta, bosma o'ramal qani? Sansirama, ha? Mana senga urmoq. Yuring ketdik endi. Bizda urf odat bor. Kelin kirmasdan oldin o't yog'u kerak. O't qani? Abbos, birorta o'tin olib chiqingmi? Adres bor. A? Adres bor. Bizda isiriq olib chiq, Abbos. Voy, onam. Men voy. Salom Bu ber. qiz kim bu? Sizga ona kelin o'g'irlab keldik. Voy, kelin ham o'g'irlab keladimi? Kiringlar. Odatlarimiz qayerda qoldi? Suvchilikka borishlar. Voy, sharmanda bo'ldi bu endi. Endi o'g'ilib qamalib ketadimi? Voy, nima degan gap bu? Mahalla kuyovchiga degan odam bo'laman. Voy, onajonim. Men o'zim sizga ichkarida tushuntiraman. Ketdik. Nima qilish kerak endi? O'tu kerak. O'du. Voy, o'zini uyda ketyapti. Voy, boshimga bitgan balo qildim. Endi nima qilamiz? Men nima? Uydagilarni olib keling kerak. Aytuvim kerak olib qochganimni. Voy, o'g'irlaganim aytamanmi hozir? Unda nima o'g'irlab keldi? Unda borib sovchilik qilib olib kelsam bo'lardi-yu. Voy, nimalar qildi? Aya. Yo'qot. Yo'qotolmayman, o'sha o'g'irlab kelib qo'ydim. Endi keliningiz bo'ladi. Qayerdan bu? Qoraqalpoqdan. Qoraqalpoq kelin? Qani bizning ay qizimiz? Kim o'rladi? Qani shunaqqa? Qani bizning ayol sen borlagan? Mana emas, bu o'g'irlagan. Sen nega o'rlab ketasan? Qani mening ay qizim topib tez. Bo'l tez topib. Mana mashina qizingiz. Kallangni ishlatsang bo'lmaydimi? Qo'shnilarning oldida nima degan odam bo'lamiz? Bitta qizni o'g'irlab kelib, просто tak yasholmaysan. Bir narsasi bor deb o'ylashadi. Gapiring siz ha? Ha, endi jiyan. Taqiyman buni. Ha, endi jiyan to'yga pulni qatmoqchisan endi. $10,000 yig'ib qo'yganman. Qатын. Ne qilib yursang sen? Ha, aytib ketsang bo'ladi-ku. Ikki birday yenging turg'un, nega sifirlab qana aytmaysan? Bala, men söylesdim-be. Ikkingiz kelishib oldingizmi? Onda baxtli bo'l. Ha, bular kelishibdi ikkovi. Ya endi qalin buni söylesek, juring. Bayliq to'la dalasi. Qani o'tiringlar. Ikki jasimiz bir-birini ma'qul kepti, kelishibdi. Bizlar ham bizlarga de ma'qul. Endi biz qalin pulni kelishib olaylik sizlar bilan. Qizimizni o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni pazandelikka o'qitib qo'yibmiz, o'g'an $3,000. Qizimizni chet tillarini o'qitib qo'yganmiz, o'g'an $4,000. Общий $10,000 bo'ldi. Qizingizni men o'g'irlab ketdim, shunga mana 10,000. Voy, bu yerda kuyov bola beradi ekan pulni. So'laymi? Endi bu boshqa gap. Endi sizlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida kempir o'ldi hadisini kutamiz. Kampir o'ldi. Iya. O'g'lim to'xta, menga qara. Ha, ona. Ishqilib anoning mahrga geli davom edimi? Ani bergan 10,000 bilan rashodmizmi? Bilmadim, ona, so'rab ko'rish kerak-da. Voy, tushunmadim, nima deydi? Jan deydi. Hozir jampanini chiqarib qo'yaman. Hov. O'g'lim? O'g'lim? Ha, ona. Hov. O'g'lim? Hov, ona. Bo'ldi, stop. Boshlandi. Ikkalasini endi teng ushlash kerak. Hozir gaplashib chiqib aytaman, ona. Ha. Ha, Suluv? Salom bermaysanmi? Qalaysan? Men bundan yeysan. Kelinga o'xshab salom ber. Yaxshi. Opamisan. Janim. Qorin qo'ygan opamiz qara. Choy ichaylik. Mayli. Voy. 10,000 berdik-ku, qalin puliga. Boshqa rasxot yo'q-a?
Axşamüstü ko'plik uxlavering siz. Yili bulbaslanuvi. Kredit olamanmi deyman. Hı. Men chiqib onamga aytay. Pul topajam, mashina Nima bo'ldi? Gaplashdim ona. Bu gelik-melik hech narsa yo'q ekan. 2 pullarda zo'r ekan. To'yda bor-ku, qurbiz yetganda qilib beraverar ekansiz. Menga qara, bo'ldimi? Qo'yningga o'tirdimi, yoqdimi? Ha, ona, mash qizni baxtli qilaman. Bo'lmasa uyda o'tiravermasin. Ertaga amma xolalaringni chaqirib qo'ydim. 100 qilamiz. Ishqilib 100 marosimimizga tushalarmikan? O'zim o'rgatib qo'yaman. Menga qara. Birinchi o'rinda qaynona. Birinchi meni ko'nglimni olsin. Qari bilganni pari bilmas. Uf. Yuzoshni boshlaymiz. Sovg'alar tayyor. Bo'ldi, tayyor. Shan. Ha? Gaz nizat bo'ladi, shundan yig'ilamiz. U ana qizil gilam ko'ryapsan, o'sha yerda turasan. Ammam xolam keladi, senga sovg'a berib, yuzingni ochib o'padi, keyin sen ko'tarib yerga uradi. Ko'tarib olib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Shu qizil gilamni olib chiqib ketsa, sen sovg'a berasan. Sovg'ing bormi? Yo'q. Bo'lmasa yangilar sizlar qattiq urushanglar, shunday qo'llarini uzib olinglar kerak bo'lsa. Buni ma'nosi ne bo'ladi? Men yaxshi bilmayman, menimcha o'sha seni quchoqlab uradi-ku, kuchiga qarab kimga gap qaytarish, qaytarmaslikni bilib olasan. Tushundingmi? Bosinglar. Qaynapangadir ilib serin ber. Baxtli bo'ling. Qaynapa Slavikini. Allah. Baxtli bo'ling, kelin bola, hali siz bilan ko'p hisoblashamiz. Birga bir qo'yib ber, ko'zim qatiraman. Al yeningga. Mantiqos qil. Bo'lmas. Qani kelingchi. Kelin, sizdan menga qimmatbaho narsa kerak emas. Sizdan menga bitta narsa kerak. Oyini. O'g'limdan uzoqroq yuring. Voy. O'zbek milliy kiyimi bilan qoraqalpoq do'ppisi collaboration bo'pti-yu, ha? O'ynamasa, Xo'p, nima yig'layapsan? sen mamangga balamdan uzoq yur dedi menga. Yig'laganda ham sansirama. Rasul sen mamangga endi. O'ynamash bir o'ynaytin deb o'tqam, yo'q. Ha, endi u meni onam. Bitta o'g'liman, rashk qiladi deb to'g'ri tushunganda sana. Sen meni ko'nglimni olishni xohlaysanmi? Ova. Bo'pti, hozir men onam oldiga chiqaman, sen achchiq qilib ko'k choy damlab borgin, ko'ngilni birga olamiz, bo'ptimi? Bo'pti. Biz birgalikda. Hissat qilmaymiz. Nima dedi ekan? Ha, ona, nima yig'layapsiz? Ha, xotiningni yupatib endi meni navbatimmi? Nima zontingni qoldingiz? Xotining uyga kirgizmasa yomg'ir tegdi qolib ketmaydi dimda. Bering, nima qilasizmi, ona? Shanitim qayninim. Al, shaysh. Sansirama. Rahmat. Voy, bu qanaqa til? Nima dedi? Ona, qoraqalpoqdan kelin olib hammamiz qoraqalpoqcha gapiramiz shekilli. O'zbek tilini tanlash uchun birni bosing. Ana, Jan deyapti. Onajonim, men Jan desa bormasam bo'lmaydi. Tinchlikmi? Jan, uydagilar zvondadi. Kempir o'ldi, qayerga boradiganmiz? Bo'pti, nima olib borish kerak? Ko'p vaqt kerak. Oxiri kredit olaman ekanda. Ching, Sulu? Qo'ldan ustashish? Ha, mana. Rahmat. Voy, qaynatam uyishetma. Kiraveramiz, akalar ketdi bu. Ay, to'xta. Aqsh oldingmi? Oldim. Ana turgan ikki jengemni ko'rdingmi? Kassolni, aqshalaring barini tapqan o'zini qilib olib qo'yadi hozir. Yaxshilab aqshang jasur. Bo'ldi, bo'lmasa men bekitaman, sen kiraver. Yaxshi bo'pti. Bo'la, men Mama, pulni bekitish men kerak. keldim. Davay, bekitaman. Voy, o'zlaringga emas, to'xta. Menga bekitasizlar, u yangilar chiqib olar ekan, bekitinglar. Endi itam topolmaydi, ketdi. Qol to'xta. Av biz yerda degandan kuyov bola degan kelganda xaltasini tekshiruv qadamiz bor. Bir so'm pul olib kelganim yo'q. Hammasini kreditga berib olganman. Tutaveringlar. Al ko'ring ko'nda. Voy, bular rostdan tutyapti. Nega bir zot pishirlaydi u qaram. Ubi Allah. Voy. Yaxshi, bekitmaganmisizlar? Bekitmaysiz. Voy. Men bunchalik tutib tashlayman.
Voy oyoq. Shush, oyog'ingda. Yechaymi? Avvada. Mana. Buni ham yeching. Sal hidi bor bo'laveradimi? Bo'ldi. Voy. Bo'ldi, ketdik. Bular tavalmaydi deb o'yladim ya biz yerda. Voy, o'tovmincha ko'pinglaringni? Ko'pni topmadimi? Ya, ko'pini gamashga bekitdim. Voy, yaxshi najoqa kirasizlar. Bolalar, yeb ichar bu yoqda bo'lar ekan. Ket. Voy, suv ber. Ay, to'xta, kempir o'ldi. Voy, biz tazaga keldik. Yag'ov, kempir o'ldi, qadimi sen aqsha bermasang turmaydi. Aqsha ber qani, aqshang bormi? Hamma yoqqa pul olganda, pulim yo'q. Ber. Qo'y endi. Mana bu sizga. Mana xola turing. Bo'ldi, keling tura qo'y. Qo'yli pul bersa tirilib ketar ekan. Obi, o'lgan rol zo'r o'ynar ekansiz, onam. Bo'ldimi, pul bermaymiz boshqa. Bo'ldi, kiring kuyov bola. Hey, yeylik biz ham ketdik. Olinglar, nima bu? Meni qaynatam uyi bu, olaveringlar. O'tirganda yuvamiz ekanda qo'lda. Bismillah. O. Boshdan yuvib olayim. Hazillashdim. Hozir menimcha nima yeymiz o'zi, ha? Gurtuk yeysiz. Yo'rtiq? Shilpildoq. Ha, shilpildoq. Shizemning oyoq kiyimi usi edi. Al, qo'sh kelding, qonog'im Safa kelibsen. Al, kuyov bolalar as bo'lsin. Hozir 1 ming. Voy. Oyoq kiyimim qani? Bilok. Shezi, menga oyoq kiyimiz. $200 aqsha berasiz, kiyim beraman. Voy, o'zi tamadan $50 olganman. Oling bu yoqqa. $200 kiyim beraman. O'zim oyoq kiyimim, o'zim sotib olsam, tavba qilib. Zararlikda bo'lmasa olmasdim. Ne? Ay, qayerda ekan? Yo, men boshqa pul bera olmayman. Xohlasangiz sovg'a beraman mana. Xonsaroy afsonasidan sizga sovg'a. Boshlang'ich to'lovini 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Rahmat, tovoqni beraman. Ha, tovoqqami? Mana. Voy. Prank qilyaptimi? Qo'lchi. Hozir yuvdimi? Bizda har ovqatdan keyin yuviladi. Ha, mayli. Rahmat. Ya, sizga ham Xonsaroy mana. Vodiy Residence loyihasidan sizga sovg'a. Buni ham boshlang'ich to'lovini bemalol 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Rahmat. Bo'ldi, sovg'a ham tugadi, pul ham tugadi. Ketaylik, bolalar. Mehmonni ochaylik, qotirib qo'yar ekansizlar. Bolani olib kiringlar. Shaptirma bu hozir. Qadesini bermasang shaptiradi sizga. Nima deyapti? Aqsha so'rab o'tir. Yosh bolaga pul nima qiladi? Qochay, Shaptir. Qoch. Qoch.